O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mamat Yorbek. Bu zapisimiz Skillbox loyihasida foydani qanday qilamiz? Вообще bu Skillbox loyihasi qanday ishlaydi? Shu haqda tushuncha berib, ishni qanday bo'lishini, tariflar qanday ishlashini tushuntiramiz. Avvalasi kabinetga kirishimizda loginimiz, parolimiz, kapcha yozamiz, kod tugmasini bosib kiramiz. Kabinetimizga kirgan vaqtimiz birinchi moment shunday holat bo'ladi. Mana bunday olingan tariflar, olmagan tariflar ko'rinib turadi. Nastavnik и так далее ishlangan pul, nechta partner taklif qildik, komandada pul ishlagan holat. В общем, ekranimizda chap tomonida telefondan qaraganimizda menyu so'zi bo'ladi. Shu joyga bitta bosib, partnerskiy programmasiga bosamiz. Dalее yana partnerskiy programmasiga bosamiz. Mana shunday holatda biz sotib olgan tariflar ochiladi. Qarang o'rtoqlar, bu tariflarni ishlashini aytishdan oldin hamma odam tushunsin, binar nima, trinar nima, и вообще to'lovlarda qilgan vaqtimiz nima jarayonlar bo'ladi. Shularni yaxshilab bilib olishimiz kerak. Masalan, binar degani men bitta tarifga keldim. Mendan keyin bitta bo'sh joy bor. Значит, men keldim. Mendan keyin bitta bo'sh joy, ikkinchi joy. Bu ikkitali qo'l. Endi uchinchi odam bo'lsa, keyingi odamni bitta bo'sh joyni yopgani pastga qarab tushib boraveradi. Mana bu holatda komandaning ichidagi bo'ladigan jarayon strukturali holatda bu binar deyiladi. Ikki qo'lli. Chap qo'l, o'ng qo'l. Dальше keyingi odam xud bu taklif qilsin, xud tepadan yana kimdir taklif qilsin, farqi yo'q. Mana shu holatda boshlanadi. Endi qaranglar. Trinar nima? Men keldim. Mendan keyin 1, 2, 3. Значит, bu 3 ta joy 3 tali bo'lganligi uchun trinar deyiladi. Endi bu tepadagi odam men bo'lsam, keyingi odamni taklif qilgan vaqtim mendan keyingi odamda bunday 3 ta joyini yopgani yordam beradi. Bu ham trinar. 4 taligi bor, 5 taligi bor, ular haqida to'xtalmaymiz. Asosan bizning tariflarimiz binar, trinar bo'lib ishlanadi. Endi qaranglar. Buni to'g'ri tushunishimiz uchun binar tarifimizni ochamiz. Masalan, Pandora tarifini ochamiz. Pandora tarifi umumiy binarni bo'lib ishlanadi. Hozir ochamiz. Mana masalan, Pandora tarifi binar. Ko'ryapsizlar? Hozir загрузка bo'lsin. Полный 1dan to 10-bosqichgacha binar bo'lib ishlaydi. Endi qaranglar. Masalan, klon akkauntlar любой odamga o'zi xohlasa, xohlamasa tushadi. Mana masalan bitta klon, mana ikkita klon, mana 3 ta klon, mana 4 ta klon, mana 5 ta klon. Xullas, klon akkaunt hamma joyda yuradi. Mana yana bitta klon. Bu birinchi bosqichda. Endi qaranglar. Bu yerda sizning joyingiz ochildi birinchi. Chap tomoningiz to'ldi, o'ng tomoningiz to'ldi. Ikkinchi bosqichga tiljingiz. Ikkinchi bosqichda ham xuddi shu holat. Sizdan keyingi joy to'lsa, 3-bosqichga, keyingi bosqich to'lsa, 4-bosqichga. Xullas, mana shu holatda har bitta odam tiljiydi. Masalan, ikkinchi joyga bosamiz. Tak, ikkinchi joyga kiramiz. Ikkinchi joyda ham joylanishini ko'ringlar. Mana keldik, o'zimizdan keyingi joy to'ldi. Biz uchun faqat ikkitasi muhim. Qolgani уже sizdan keyingi odamlarning bo'sh joyi hisoblanadi. Xullas, qoida binar tarifida o'zingizdan keyingi joyda to'lishi yo sizga bog'liq, yo sizni taklif qilgan odamga bog'liq. Shunda yordam berishida. Endi trinarimiz qanday ishlanadi? Trinar ishlatish uchun
trenerni ko'rishimiz uchun partnerskiy programmaga kirib, bizda Dreams tarifimiz bor. Dreams tarifimizni ochamiz. Mana bunday holatda 3 tali bo'lib ketadi. Masalan, olaylik, biz keldik, 3 ta bo'sh joyimiz bor. To'lovimiz 2-bosqichdan chiqadi. Keyingi perexod 3 ga to'lov chiqmaydi. Keyingisi 4 ga to'lov chiqadi. Mana shu holatlarda qanday to'lishi? Yana boyaga aytganimdek, bizning joyimizdan keyingi 3 ta joy bor. O'zimizdan keyingi odamlarni tagiga yo bizdan klon boradi, yo bizdan taklif qilingan odamlar boradi. Xullas, boyagi joyda to'lishini ta'minlash. Endi qaranglar, Dreams tarifini 12 ta bosqichi bitta akkaunt uchun necha pul foyda keltirishi mumkin. Dalay qaranglar. 100 rubl bilan boshlanadi. 3 ta bo'sh joy to'lgan vaqti, boya aytdim, eslaringda qolsin, 3 ta bo'sh joy to'lgan vaqti bizni keyingi bosqichga qimirlashimiz boshlanadi. 300 rubl bilan ochilgan joyimiz, o'zimizdan keyingi 3 ta joy yopildi. 900 rubl pul bilan bizni sistema 2-o'ringa o'tkazadi. Endi bu yerda to'lov chiqadigan holat boshlanadi. Hozir mana shu fotkani o'chirib qo'yay. Endi bizga to'lov chiqadigan holat 2-bosqichdan boshlanadi. Ahamiyat beringlar, mana chapdan kelinglar, shuni yozib ko'rsatayim. Mana masalan, bizning joyimiz ochildi. Chapdan birinchi qo'limiz to'ldi. Bizga avtomatik 500 rubl foyda yechib olamiz. 200 rubl bonus balans. Qolgan ikkita joyimiz to'lib, biz 3-etapga o'tamiz. Perexod уровень 3. 3-bosqichimiz 2 tali. Bu yerda nakapleniya bo'ladi, pul yig'ilib 4-bosqichga o'tkazadi. Chap qo'limiz, o'ng qo'limiz to'ldi. 4000 rubl yig'ilib, 4000 rubl bilan bizga sistema 4-bosqichga o'tkazdi. Ahamiyat beringlar. Chapdan birinchi joyimiz to'ldi. Balansimizga 1500 rubl to'lov yechib olamiz. 500 rubl bonus balans joy sotib olamiz. Qolgan ikkita joyimiz to'lib, keyingi уровень 5-o'rin, 5-o'ringa sistema bizni chiqaradi. Значит, qaranglar. 5-bosqichimiz 10,000 rubl bilan ochildi. Pul bu yerda yig'iladi, to'lov chiqmaydi, 2 tali joy. Chap qo'limiz yopildi, o'ng qo'limiz yopildi. 20,000 pul bilan sistema bizni avtomatik 20,000 bilan 6-bosqichga o'tkazdi. Ahamiyat beringlar. Bu yerda ham chapdan birinchi joyimiz to'lgan vaqti to'lov chiqadi. 5000 rubl yechib oladigan balans, 3000 rubl bonus joy sotib oladigan balans, 2000 rubl ustozlik bonus. Nastavnikka rag'batlantirish summasi. Endi qaranglar. 6-o'rinda birinchi to'lovi 5000 rubl ekan yechib oladiganimiz, qolgan ikkita joyimiz to'ldi. Bizni 7-o'ringa o'tkazadi. 50,000 rubl bilan 7-o'ringa o'tamiz. Endi bu yerda 2 talik to'lov chiqmaydi. Chap qo'limiz yopildi, o'ng qo'limiz yopildi. 100,000 yig'ildi. 100,000 bilan 8-o'ringa biz avtomatik o'tamiz. Endi qaranglar. Chapdan birinchi joyimiz to'ladi doim. Bitta partnerimiz yoki klon akkauntimiz keldi, значит to'ldi deyiladi. Mana shu vaqtda 80,000 rubl to'lov yechib oladigan balansimiz bo'ladi, foydamiz. 10,000 rubl joy sotib oladigan, klon sotib oladigan balansimiz. 10,000 rubl ustozlik bonus. Значит 100,000 shu yerda bo'lindi. Ikkinchi, uchinchi joyimiz to'lgan vaqtda 9-o'ringa sistema avtomatik 200,000 rubl bilan o'tkazadi. Bu yerda joy yopildi. Ikkita joyimiz 400,000 yig'ildi. Bu 400,000 bilan sistema bizni 10-bosqichga o'tkazadi. 9-etap pul chiqarmaydi. Pul yig'ilib keyingi bosqichga o'tkazadi. Ana endi 10-bosqichga keldik. O'zimizdan keyingi birinchi joy yopilgan vaqtda 150,000 rubl yechib oladigan balansimiz bo'ladi. Foydamiz 30,000 rubl joy sotib oladigan, klon akkaunt oladigan balansimiz bo'ladi. 20,000 rubl nastavnikka ustozlik bonus chiqadi.
Ana endi qolgan ikkinchi, uchinchi joyimiz to'lgandan keyin bizning sistema 1 million rubl bilan 11-bosqichga o'tkazadi. 11-bosqichimiz накопительный pul yig'iladi. Bitta joyimiz to'ldi, yig'iladi. Ikkinchi joyimiz to'ldi, yig'iladi. Значит, 2 million bilan bizning sistema 12-bosqichga o'tkazadi. 12-bosqichimiz oxirgisi birinchi joyimiz to'ldi. 1,5 million yechib oladigan balansimiz bo'ladi. Foydamiz 400 ming rubl bonus balans joy sotib oladigan 100 ming rubl nastavnikka ustozlik bonus chiqadi. Значит, 2 million mana shu holatda bo'linadi. Dalее. Ikkinchi joyimiz to'ldi. 1 million 800 foyda yechib oladigan balansimiz 100 ming rubl nastavnikka ustozlik bonus, 100 ming rubl joy sotib oladigan klon akkaunt oladigan foydamiz bo'ladi. Keyingisi ham xuddi shunday. Uchinchisi ham 1 million 800 joy sotib oladigan 1 million 800 foydamiz yechib oladigan, 100 ming bonus balans joy sotib oladigan, 100 ming nastavnikka. Xullas bitta akkaunt 1 dan 12 gacha to'liq borgan vaqtda 5 million 337 ming rubl chiste rublda foyda qiladi. Bonus balanslari 643.700 bonus balans joy sotib oladigan. Ustozlik bonusi 232 ming rubl. Bu tarif Dreams tarifi. Dreams tarifi hamma tariflarga o'xshagan bir xil trener emas. Ahamiyat beringlar. Birinchi bosqich, ikkinchi bosqich trener, uchinchisi уже binar. Bagda ikkitali, uchtali bo'lib tali qimirlaydi. Joylarda to'lishi mana bunday sizni taklif qilgan hamkorlaringiz oldingizga kelishi yoki ularda tagiga sizni hamkorlaringizni kelib terilishi. Bu yerda ham klon akkaunt, mana masalan qaranglar, Zilola opani bir tomonida meni klonim, bir tomonida Feruza opani partneri, o'zini partneri emas, Feruza opani partneri. Значит, bu akkaunt ketdi. Любой holatda boyagi joyimiz to'lishi yo bizga bog'liq, yo bizni taklif qilganga bog'liq deb tushuntiramiz. Ishlanish prinsipi oddiy. Joy to'lishini ta'minlash. Bu tarifimiz Dreams tarifi bo'ldi.